Ushbu loyiha Agrobank Jomboy filiali hamkorligida Samarqand viloyati Jomboy tumani Nush mahallasida 182-kontrda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sabzi ekilgan. Jami maydonimiz 10 gektar. Bu yerda ekilgan ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekilgan sabzilar unib chiqqan, rivojlanmoqda. Ekinlarni yetishtirish davomiyligi 100 kun, 110 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 28 ta dehqon xo'jaliklari bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha yer maydoni 35-40 sotik atrofida to'g'ri keladi. Bu yerga lider tadbirkor sifatida Gold Brokoli emchishi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektaridan 30 tonnadan jami 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Hosillar yig'ib olingandan keyin ikkinchi ekin sifatida ham yuqori daromadli ekin turlari ekilishi rejalashtirilgan.